Bir kuni Sovet arxeologlari Amir Temurning qabrini ochishgan va 2 kundan keyin Ikkinchi jahon urushi boshlandi. 1941-yil 20-iyun kuni Samarqanddagi Go'ri Amir maqbarasi. Ekspeditsiyaga antropolog Mixail Gerasimov rahbarlik qilgan. U Amir Temurning bosh suyagini topib, uning yuz qiyofasini ilmiy asosda qayta tiklashni maqsad qilgan edi. Mahalliy oqsoqollar esa qabrni ochmaslikni qat'iy ogohlantirishgan. Marhumlarning tinchini bezovta qilmang. Kim bu qabrni ochsa, urushni uyg'otadi. Ular qadimiy la'nat haqida gapirishgan, ammo olimlar bu gaplarga quloq solishmagan. Ular og'ir nefrit toshini ko'tarishgan. Ichkarida buyuk sarkarda Amir Temurning qoldiqlari yotgan edi. Sarkofag ustida shunday yozuv bor edi: kim mening tinchimni bu hayotda yoki keyingi hayotda buzsa, u azob chekadi va halok bo'ladi. Gerasimov bunday irim-sirimgalarga ishonmagan, ammo 22-iyun kuni Germaniya Sovet ittifoqiga hujum qildi. Tarixdagi eng qonli urushlardan biri boshlandi. 1942-yilda Stalin Temurning qoldiqlarini yana o'z joyiga qaytarishni buyurdi. Qabr yana harbiy sharaf bilan qayta dafn qilindi. Shundan ko'p o'tmay Stalingrad jangida g'alaba qozonildi. Bu Wehrmacht armiyasining birinchi yirik mag'lubiyati edi. Bu voqealar ketma-ketligi hatto skeptiklar uchun ham juda g'alati tuyuldi. Ammo Amir Temurning la'nati tarixda sirli bir hodisa sifatida qolib ketdi.